Assalomu alaykum hammaga. Sog'misiz, omonmisizlar? Bizaga kelayotgan xavf-xatarlar, ya'ni o'qituvlar o'z yechimini topadimi, o'z hayotimizda o'qituv bormi deganlarga ochirim qilamiz. Xo'p, hayotingizda o'qituv bormi, o'z yechimini topadimi degan. Birinchi variant, ikkinchi variant. Kartalarga o'z energiyalaringni yuboringlar, undan bo'lsa boshladik. Xo'p, birinchi variantdagilarga yechiladi, yechimi bor. Yechilib ketishi bor. Faqat harakat qilish kerak, o'zlaring harakat qilishlaring kerak. Xo'p, bilasizmi? Birinchi variantdagilarda ayol kishi tomonidan o'qituv bor, qanaydir erkak kishiga bormasligi uchun, erkak kishi bilan munosabat o'rnatmasligi uchun o'qituv bor ayollarimizga. Erkaklarimizga ham o'qituv tushyapti ayollar tomonidan. Nima sababdan? Bilasizmi, bu yerda aksariyat erkaklarga puli uchun, boyligi uchun, ish yo'llari uchun qilinganligi tushyapti. Xo'p. Ayollarimizga esa baxt yo'liga qilinganligi tushyapti. Aksariyat obunachilarimiz ayol kishilar menimcha. Xo'p, yana yechimi bormi? O'zi rostdan o'qituv bormi? O'qituv bor, magichskiy o'qituvlar bor. Erkaklarimizga ish yo'llariga, baxtiga, omadiga qilingan bo'lsa, ayollarimizga baxtiga erkaklar bilan, ya'ni eri bo'lsa eri bilan, yigiti bo'lsa yigiti bilan munosabatga kirishmasligi uchun, baxt yo'llari ochilmasligi uchun qilingan, lekin bu narsalar albatta yechimini topadi, deyapti. Ikkinchi variantimiz tanlaganlarda esa muammolarimiz hal bo'ladimi degan savolga uzoq muddatlarda hal bo'lishi ko'rinyapti. Juda ham uzoq muddatlar kerak bu narsa uchun. Xo'p, qani yana dalshi. O'qituv qilingan. Ikkinchi variantimiz tanlaganlarga o'ta kuchli o'qituv qilingan. Mana jin kartasi tushdi. Bilasizmi, qandaydir menimcha bu ikkala shaxs, ya'ni er-xotin o'rtasiga qilingan o'qituvlar tushdi. Hozirda ikkalasini birga bo'lmasligi va birga yashamasligi uchun qilingan juda ham kuchli magichskiy o'qituvlar tushganligi ko'rinyapti bu yerda. Xo'p, yechimini topadimi bu? Kelajakda o'zi asli yechimini topadimi bu? O'qituvlar yechilib ketadimi degan mavzuda ko'raylik qani. Yechilib ketadi, faqat harakat qilishlaringiz kerak. Menimcha qanaydir kattaroq pul evaziga yechiladi bu. Ya'ni o'sha rituallar, ko'plab rituallar qildirishlaringiz kerakmi? Shunga o'xshash narsalar tushyapti bu yerda. To'xtatmasdan ritual qildirib tursangizlar, albatta taqdir tomonidan yechilib ketadi. Harakat qilishlaringiz kerak. Ritualni ham 1-2 marta emas, bir necha marta ritual qildirsangiz yechilib ketadi. O'qituvlar bor. Men bu videoni bijizga nima qilmadim, aytishlaring mumkin, faqat kimdir bizaga sehr qiladimi, o'qituv qiladimi degan tushuncha tug'ilishi mumkin. Bu videoni mazmunini yaxshilab ahamiyat beringlar. O'qituv borlarga, ish yo'llari chiganlarga, menda o'qituv bormi degan o'y-xayollarga borib yurganlarga, shubhada bo'lganlarga deb ochirim qilindi bu video. Keyin hamma o'qituv bo'laverar ekan degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. To'g'ri, chunki mana shu nimaga raqam qo'yganimdan beri faqat va faqat menga yigitim meni tashlab ketdi, bog'lab tashlang ish yo'lini, yaxshi ko'rgan qizim tashlab ketdi, baxtsiz bo'lsin, ovsinim, kundoshim va hokazo deb faqat baxt yo'lini, ish yo'lini bog'latish uchun telefon qilayotganlar rosa ham ko'p. Demoqchi bo'lganim, o'zlaringizga ehtiyot bo'linglar. Hozirgi zamonda hech kimga ishonmang. Hozir shunaqa zamon bo'lganki, bir-birini ko'rolmovchilik juda ham kuchli, bir-birini baxtini ko'rolmovchilik rosa kuchli. O'sha uchun o'zlaring oilalaringni, o'zlaring baxtlaringni o'zlaring himoya qilinglar, o'zlaringni domlalarga ko'rsatib turinglar, o'qitib turinglar. Baribir o'zingizning hayotingiz, sizni hayotingizda hech kim yashamaydi.